Vitiligo. Bu faqat teridagi oq dog'lar emas. Bu insonning o'zini qanday his qilishi, oynaga qaraganda ko'radigan obrazi, ishonchi bilan bog'liq muammodir. Ammo bugungi kunda bu muammoga zamonaviy yechim bor. Bugun Avstraliyadan kelgan shifokor bilan birgalikda vitiligo davolashda yangi operatsiya usulini o'tkazamiz va vitiligada hujayralarni o'tkazib, bu bemorni shu kasallikdan xolis qilishga yordam beramiz. Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya markazida vitiligo kasalligini ilg'or usullarda turli lazerlar, jumladan zamonaviy jarrohlik amaliyotlari asosida muvaffaqiyatli davolab kelinmoqda. Xo'sh, zamonaviy jarrohlik amaliyoti qanday amalga oshiriladi? Mutaxassislar bemorning sog'lom teri qismidan maxsus melanotsit hujayralarini oladi. Aynan shu hujayralar terimizga tabiiy rang beruvchi asosiy omil hisoblanadi. So'ngra ushbu hujayralar vitiligo mavjud bo'lgan joylarga ko'chiriladi. Vaqt o'tishi bilan terida tabiiy pigment tiklanib, dog'lar asta-sekin yo'qola boshlaydi. Amaliyot xavfsiz, mahalliy anesteziya ostida o'tkaziladi va har bir bemor uchun individual reja asosida amalga oshiriladi. Eng muhimi, bu usul nafaqat tashqi ko'rinishni, balki insonning o'z-o'ziga bo'lgan ishonchini ham qaytaradi. Siz ham vitiligodan xalos bo'lishni, teri rangingizni tiklashni istaysizmi? Unda Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya markaziga murojaat qiling. Siz kutgan natija endi haqiqatga aylanishi mumkin. Bemor xudo xolasa 2 dan 6 oygacha oq dog'lar yo'qoladi.